Muhim xabar: Noila Toshkentboyeva haqida mudhish xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kunning tezkor va shou biznes xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Noila Toshkentboyeva bu yil 80 yoshni qarshiladi. Teatr, kino va dublyaj sohasida salmoqli ijod qilgan va haligacha san'at rivojiga o'z hissasini qo'shayotgan aktrisaning muvaffaqiyat siri nimada? Noila Toshkentboyeva 1943-yilning 22-sentyabrida Toshkent shahrida tavallud topgan. U oilada yolg'iz farzand bo'lib, bolalikda hech kim uning san'atkor bo'lishini xayoliga ham keltirmaganda. Bolaligim u qadar chiroyli o'tgan deya olmayman, chunki urushdan keyingi yillarda yashash hech kimga oson bo'lmagan. Toshkentning Sag'bon mahallasida mashhur aktrisa Zaynab Sadriyev va ularning qizlari bilan birga turganmiz. Oilada yolg'iz farzand bo'lganman. Onam 5-6 yoshimda ishga ketishdan avval mahalladagi do'konga navbat olib ketardi. Men navbatga turib non olardim. Onam rahmatli bosh hisobchi bo'lgan. Otam esa metall idish-tovoqlar ishlab chiqarish zavodida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. San'atga mehr qo'yishimga Zaynab Sadriyev bilan bir hovlida turganimiz sabab bo'ldi deb o'ylayman, deydi Noila Toshkentboyeva. Oilaning yolg'iz farzandi bo'lishiga qaramay, Noila Toshkentboyeva ota-onasi nihoyatda talabchan bo'lishadi. Ota-onam ziyoli insonlar bo'lishgan, ammo urush vaqtidagi vayronagarchilik sabab ko'p narsalardan ayrilishgan. U paytlari uy-joy, qorin to'ydirish ham katta muammo edi. Biz ishlashimiz kerak deb ko'p aytishardi. Shu bois 10 yoshimda boshlab ovqat qilishni o'rganganman. 7-sinfda sinfdoshlarim bilan kinoteatrga ilk marta borganman. O'shanda yosh rus qizining qo'shiq aytib uy ishlarini bajarayotgani haqida sahna bor edi. Har doim ishlarni qilayotganda meni ham kimdir kinoga olayotgandir deb mehr bilan ishlarni qilardim, chunki menda kinoga qanday olinishi haqida umuman tasavvur yo'q edi, deydi aktrisa. Maktabni tamomlaguncha Noila Toshkentboyevada aktrisa bo'lish niyati bo'lmagan. Uning san'at oliygohida hujjat topshirgani dugonalari uchun ham yangilik bo'lgan. Sanobar ismli dugonam sobiq Hamza teatrining aktrisasi Suydi Sotiboldiyevaning qizi edi. Ko'pchilik u aktrisa bo'lsa kerak deb o'ylardi, chunki u san'at to'garaklariga qatnar, maktab tadbirlarida ham faol edi. Aktrisa 1965-yil Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutini tamomlab, yo'llanma asosida Samarqand teatriga ishga yuboriladi. U viloyat teatriga borganda kursdoshi Asror Toshkentboyev bilan yaqin munosabatda bo'ladi va oila qurishga qaror qilishadi. Oila qurmagan qizlar viloyat teatrlariga yo'llanma asosida ishga yuboriladi. Turmush o'rtog'im bilan institutga birga o'qiganmiz. O'qish vaqtida Asror ikkimiz bir-birimiz bilan unchalik yaqin emasdik. Musofirchilikda ishlaganda odam bir-biriga yaqin bo'lib qolar ekan. Asror dugonam ikkimizni himoya qilgani uchun unga mehrim tushib qolgan. Bir kuni oila qurishni taklif qildi. Otamga u haqida aytsam, darrov ota-onasi haqida surishtirib ketdi. O'sha paytda menga prokurorning o'g'ildan sovchi kelib yurgan paytlari edi. Asrorning otasi yo'q, onasi bir ko'zlab katta qilgan, hamma narsaga o'z mehnati bilan erishgan dedim. Ertasi kuni Asror dadam bilan uchrashdi va bir necha soat suhbatlashishdi. Mana shu uchrashuvdan keyin dadam oila qurishimizga rozi bo'ldi, deydi aktrisa. 1968-yil Toshkentda yangi Yosh gvardiya teatri tashkil etildi. Yosh ijodkorlar poytaxtga qaytib, yangi teatrda ish boshlashadi. Aktrisaning teatrdan ketishining sabablari ko'p. U ko'nglini qattiq og'rigani va negadir teatr haqida gapirishni istamasligi haqida aytadi. Teatrdan ketishimning asosiy sababi sog'lom bilan bog'liq bo'lgan, chunki tinimsiz harakat, asab buzarlik, yurakka yaqin olish hammasi vaqt soati bilan o'z ta'sirini ko'rsatar ekan. Teatrimizdagi sharoit u qadar yaxshi emasdi. Gastrol safarlariga borganda derazalari singan, eshik yo'q klub va teatrlarda spektakl namoyish etardik. Shular sababmi bilmadim, infarkt bo'lib qoldim. Shifokor 2 oy uyda bo'lishimni va ish haqida umuman o'ylamasligimni tayinladi. U paytda inson atrofdagilarning daldasiga muhtoj bo'lar ekan. Teatrning eng oldi aktrisasi edim, ammo hech kim nima bo'ldi deb qiziqqan yo'q. Noila Toshkentboyeva faoliyati davomida Shumbola, Suyunchi, To'ylar muborak, Kelinlar qo'zg'aloni kabi bir qancha filmlarda rol ijro etgan. Aktrisa dublyajidagi faoliyati mobaynida mingdan ortiq badiiy filmlar, multfilmlar va seriallarga ovoz bergan. Ayniqsa ovoz bergan filmlarda Esmeralda, Ayol, Parchalangan yuraklar, Zolim Istanbul singari seriallardagi dublyaj ishlari alohida ahamiyatga ega.